Assalomu alaykum bizning barcha qadrdon muxlislarimizga sizlarni 21-iyul sanasida kanalimizda ko'rib turgandan juda ham baxtiyorman. Qadrdonlarim, videomiz boshlashidan oldin albatta aytib o'tib ketishim kerak, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan 70 57 99 kod bilan 766 70 57 qisqa telefon raqamlariga Telegramdan yozsangiz 24/7 xizmatingizdan albatta sizning ham texnikangizni reklama qilib beramiz. Do'stlarim, Havo Max so'raganlarga Havo Max srochniy sotiladi. Xitoy transport yili 2023, Tiageç Pressipi ham 2023, komplekt Adliy ham sotilishi mumkin. Narxi komplekt $65,000, albatta alohida qilsak kelishtirib beriladigan joyi ham bor. 99 212 61 31 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Manzil Navoiy viloyati Uchquduq tumanida ekan. Albatta Pressipi ham alohida sotiladi yoki komplekt olsangiz $65,000, alohida olsangiz narxi kelishtirilgan holda beriladi. Shunaqa texnika qidirib yurgan o'rtog'ingiz bo'lsa yoki tanishingiz bo'lsa, albatta videoning havolasini tashlab qo'ying, ko'rib texnika sotilsa ajab emas. Ko'rib turgan Kamazimiz 65 ga 20 manipulyator sotuv holatida. Yili 2019, probeglari 83,000 km ekan, hali hech qancha yurmagan. Dizel dokumenti toza, narxi $75,000, albatta kelishtirib beriladi. 99 020 51 78 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Egasining nomeri Manzil Namangan Chustda. Qadrdonlarim, undan da sara texnikalarni ko'rish uchun bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizda YouTube kanal orqa foniga qo'yib qo'ydim. Shunchaki havola ustiga bitta bosasiz, obunada bemalol obuna bo'lib kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. Kamaz so'raganlarga Kamaz sotuv holatida yili 1996-yilda ishlab chiqarilgan, Pressipi 1992-yilda, yoqilg'i gaz holati yaxshi, narxi $14,000. 99 kod bilan 944 95 22 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Manzil Samarqandda. Albatta videoga bir dona like bosish esdan chiqmasin. Shunaqa texnika qidirib yurganlar albatta videoga like bosib qo'ying. Ekskavator holati sotuv holatida ekskavator qidirib yurgan akalar oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Men o'zimni Telegramga ham yozishgan. Mana do'stlar, qadrdonlar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekskavatorimiz, motorchasi 17,000, komplekt kovshi Adnoboyning bor, narxi 55,000 kelishamiz. 97 978 0022 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida ekan. Andijonlik akalar albatta shunchaki kommentariyaga kirib shunga omad deb yozib ketinglar. Mana bu MTZ 1221 ni ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Belarus traktor sotiladi. Namangan Norin tumanida, holati zo'r, balonlari yangi, nahadi kamchilik yo'q. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Telefon raqamlari 50 097 77 76, narxi 180 million so'm. Realniy oladiganlar tel qilsa, takliflari o'zim nomimda albatta hammasi kelishtirilgan holda beriladi. Faqat realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar, bekorga bezovta qilmagan holda. Va qadrdonlarim, traktor sotuv holatida quyidagi ko'rib turgan traktorimiz Jizzaxda, holati yangi holatda, korobka zadniy mos ochilmagan, motor qora motor soz holatda, balonlari yangi 15.5, akkumulyator stator yangi. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxi $10,000 deyapti akamiz, albatta kelishtirib beradi. 94 kod bilan 198 40 08 qisqa telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rishinglar mumkin. Borib ko'rib olsanglar albatta kelishtirib beradi. Va albatta e'tiboringizga qadrdonlarim, bitta ajoyib texnikani ko'rsaman. Akamiz videosini ham tashlab bergan. Mana bu videosi hozir ko'rsatib o'taman e'tiboringizga. Mana holati ishlab turishi. TTZ 80 ga 11 traktor, klass Markant 50 apparatimiz bilan sotiladi. Mana bu ko'rib turgan Prispat balchik bilan. Xullas do'stlar, Manzil Samarqand viloyatining Nurobod tumanidan, narxi telda kelishamiz. 93 729 29 69 94 729 68 88 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Akamiz narxini kelishtirib beradi. Prispat balchik bilan sotiladi. TTZ 80 ga 11. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men esa e'tiboringizga John Deere 99 ga 70 sotuv holatidagini ko'rsataman. Yil 2012 ga 23. Xullas 23 gacha holati zo'r, ishga tayyor texnikalar bor, motor korobka zo'r, dokumentlar joyida, narxi $70,000 dan $70,000 $14,140,000. Xullas har xil narxdagilar bor, kelishtirib beriladi. Telefon raqami 95 313 02 02 97 686 24 25, manzil Andijon Shahrixonda. Har xil turdagisi bor ekan. $140,000 $70,000gacha bor albatta. LTZ U62 sotuv holatda, yil 2018, holati zo'r, ishga tayyor holatda, texnika, motor korobka zo'r, dokumentlari joyida, albatta narxi $12,350 kelishtirib beriladi. Qiziqqanlarga manzilimiz Namangan Nanayda ekan.
88 688 1441. Va do'stlarim, namanganlik akalar bo'lsa shundoqqina kommentariyaga kirib yozib aytinglarchi, Namangandan Nanay degan joy bormi yoki men xato yozdimmi? Albatta izohlarda yozib bitasiz degan umiddaman. Va qadrdonlarim, Chimgan Tour sotiladi. Yili 2023. Holati zo'r, ishga tayyor holatda, chizel pulligi bor, texnika, motor, korobka zo'r, dokumentlari joyida, narxi 10 ming deyamiz. Albatta kelishtirib beriladi. Telefon raqamlari 93 kod bilan 576 5200 qisqa telefon raqamlariga bog'lasangiz bo'ladi. Manzil Namangan To'raqo'rg'onda. Va do'stlar, yana qaytaraman, Namangan Nanay degan joy bormi? Shunchaki izohlarda yozib ketsangiz xursand bo'lardim. Bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q deb yozib ketinglar. Endi men o'zim Namanganda Nanay degan joy borligini meni xabarim yo'q ekan. Xullas do'stlar, xatolik bo'ldi deb o'ylayapman, o'shaning uchun yozib ketasizlar degan umiddaman. Xo'p do'stlar, tushundim. Men buni davom etaman. T28 sotiladi. Yili 1975-yil. Holati yaxshi, narxi 25 million so'm kelishtirib beriladi. 87049 yo'q do'stlar, uzr adashdim. 70 491 0059 qisqa telefon raqamlariga bog'lasangiz bo'ladi. Manzil Samarqand Eskijonboy tumanida ekan. Qadrdonlarim, shu yerga bitta pauza qilib, bir dona like bosib, obuna bo'lib, izohlarda omad so'zini yozib keting va albatta videomiz manzur bo'lyaptimi, unisini ham yozib ketsangiz bag'oyatda bizni xursand qilgan bo'lasiz. Biz sizlar uchun doim harakatdamiz. Quyidagi ko'rib turgan texnikamiz Chimgan Tour sotiladi. Yil 2021, narx 7500, manzil Farg'onada. Telefon raqam 94 125 1728. Va albatta izohlarda yozingki, kelgusida qanaqa texnikalar bo'lsin. Akalarimiz shunchaki o'tgan videoda yozishgan, mana shunaqa Chimgan Tour va hokazo shunga o'xshash meni traktorlardan so'ragan, albatta talablariga binoan chiqazyapman. Va albatta siz ham yozsangiz, siz qidirayotgan texnikani ham chiqarishga harakat qilaman. Va albatta quyidagi texnikamizni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu haqda ma'lumot kam. Bizni yuqorida aytgandek Telegram kanalimizga ham chiqazib o'taman ma'lumotlarni. Hozirda bizga shunchaki ekran yuziga yozib ketaman. Narxi 55 million so'm. 70 kod bilan 360 40 80 telefon raqamlariga bog'lansanglar, barcha ma'lumotni beradi. Faqat realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar, egasini nomeri va barcha ma'lumotlari kerak bo'lsa kimgadir Telegram kanalimizni kommentariyasiga shundoq kirsanglar, kommentariyaga ham qadab qo'yib o'tib ketaman. O'tib olib, kommentariyada ham to'g'ridan-to'g'ri Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin va YouTube orqa foniga ham qo'yib ketaman. Telegram kanal manzilini havolasini shunchaki yashil ko'rinishda ustiga bitta bosasiz va Telegram kanaliga o'tib, bang'illatib reaksiyalarni bosib, mana bunaqa 500 millionlik texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Sotuv holatda quyidagi texnikamiz narxi 500 million so'm. Buni ham telefon raqami egasini Telegramlarigacha men Telegram kanalimning oxirgi postiga joylab qo'ydim. Albatta, yuqorida aytgandek, kirib, ko'rib, bemalol tanlagan texnikangizni o'zingiz aloqaga chiqarasiz. Nomerlari, ma'lumotlar bilan qo'yib o'tib ketaman. Albatta do'stlar, ko'pchilik kombayn so'ragan. Biz davom etamiz albatta. Kombayn sotuv holatida 2017-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda turgan kombayn. Batafsil ma'lumot uchun akamiz telefon raqamini qoldirgan, narxini ham telefonda aytaman deb. Xullas 97 597 0094 qisqa telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Batafsil ma'lumotlar albatta egasining nomerini qoldiryapmiz. Egasining nomeri orqali olishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Shunchaki izohlarda omad so'zini yozib ketsangiz bas. Qadrdonlarim, traktor sotuv holatda, narxi buni ham telefon raqam orqali degan akamiz. Manzil so'raganlarga manzil Samarqand Kattaqo'rg'onda ekan. Albatta Kattaqo'rg'onlik akalar bo'lsa 95 570 78 28 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qadrdonlarim, videomiz ham oxirlab boryapti. Videomiz so'ngida biz nima ham deymiz? Iltimos qilamiz, shunchaki mehnatimizni qadrlagan holda bizga kanalimiz rivoji uchun bir dona like bosing, obuna bo'ling. Kelgusida ko'rishguncha hammaga omad.